Biz hazır Amerika Colorado ştatidagi eng egiz cho'qqa, ya'ni Mount Elbert cho'qqi taraf qarab ketib boramiz. Bu cho'qqining egizligi 14.439 feet, ya'ni 4.401 metr egizlikda. Bu yerga chiqib tushish uchun, mana men turgan yerdan chiqib tushish uchun jami 8-9 soat vaqt ketadi ekan. Biz hozir mana soat 4 bo'lay deb qoldi. Texi ma yerim yo'lga keldik. Hamda shu cho'qqisiga chiqib tushish uchun qorong'i tushib ketadigan o'xshaydi. Uning ustiga qayiqib ketadi ekan. Shuningga bugun chiqolmaydigan bo'ldik. Ma tog'ning sal tuvan tarafida Twin Lakes deb ikki qo'shma ko'l bor ekan. Bu ko'lning manzarasi alamet kelmaydi. Endi va rasmda degandek ko'rinmaydi, ammo bu yerda turib qaraydigan bo'lsak, ma tog'larning o'rtadagi ma ko'lga alamet. Bu yerga qarab, G'uljidagi Sayram ko'li esim kelib qoldi. Sayram ko'lining suyi mushtaq süp-süzük. İşkini bo'latdi. Qani manimi bir jutum ichib qo'yaychi. Alamet tatlı suga. Soğuk ekan? Muzdek suga bu. Oyoq qatırsam bunaqa. Suyi muzdek so'q ekan. Men o'ttir maktabda o'qiyotgan chog'larda maktabninki suzish komandasi bilan birga qishda ko'lning suyida suzib boqqan. Tushga shunda so'q bilingan bilan tushgandan keyin birozdan keyin bilinmaydigan bo'lib qoldi. Bu ko'lmi bak cho'ng ko'l emas ekan. Bir aylanib chiqish uchun balkim 2 soatdek vaqt ketadi. Bu yerda zavodlar bo'lmaganligi uchun tog'dan bevosita erib tushgan su pokiz oldu. İşkini oldu bence. Mana ama yuqori taraflar muzlar bilan qoplangan hozirgacha. Biz tog'dan tushib bo'lguncha degandek qattiq qayirib ketdi. Mana qaranglar. Bu ketimki safarimizda Mount Elbert'ga chiqish maqsadimizga yetamagan bo'lsak-mu, Xudoyim bo'lsa, kelajili yana tirishimiz.